10 kunda oyoqqa turib juda chiroyli, juda minnatdorman. Biz Qozog'iston mamlakati Olmaota qalasidan, Qozog'istondan, Qizilo'rda qalasidan keldim. Kelganimdan juda ham xursandman. Hozirda ancha tuzalib qoldim. Turkiya davlatiga borishni hojati yo'q deyishdi. Rahmat doktorlarına, medsestralarına. O'zi birinchi kundan oyog'imni og'rishlari qoldi. 3-kunda o'zim mana bemalol oyog'imni buka olmasdim kelgan vaqtim. Hozir bemalol o'zim tushib chiqib, hattoki zinadan ham tushib chiqa olyapman. Anfa klinikasına keldim. O'ta keremet yer ekan. Rahmat aytamiz. Kelgandan yaxshi bo'lib qoldim. Уважение, hurmat yaxshi bu yerda. Lekin jidati yaxshi, bosh og'riqlarim qoldi, asablarim joyida, uyqularim hammasi zo'r. Doktor esa yaxshi ekanlar, qo'llari yengil ekan. Glavvrach o'zlari kelib, nazorat qildilar, so'rab surishtirdilar. Og'riqlardan xalos bo'ldim, yaxshi, o'zimni yaxshi his qilyapman. Doktorlar juda ham yaxshi, hamshiralari xushmuomalali, ovqatlari shirin. Kelishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat.